Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Umra ziyoratiga borgan insonlar bemalol bizga operatorga telefon qilsanglar, to'g'riroq batafsil ma'lumot olamiz. Hozir aeroportdamiz, registratsiyamiz ochildi. Mana registratsiya jarayonidamiz. Ochilamiz, registratsiyalar o'tyapti, uchish jarayonidamiz. Registratsiyalar o'tib, samolyotga o'tirib, uchib ketaveramiz. Sizga mana shunday saflarda bo'lishning nasib qilsa, inshaalloh boshlig'larimiz Turkiya bormoqchi bo'lsa, bemalol operatorga telefon qilsanglar, to'g'riroq yanada ma'lumot beradi. Bu bir qator yana o'zim ham ma'lumot berib qo'yaman. O'zbek milliy taomlar beriladi. To'g'ridan-to'g'ri hozir Madinaga uchiladi. Madinaga Toshkent xalqaro aeroport, Toshkent Madina reysimiz bo'ladi. O'zbek milliy taomlari Madinada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 kundan keyin u yerga boramiz. U yerda 3 mahalda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Mehmonxonamiz Madinada 100 metrdan 300 metrgacha, Makka Mukarramada 300 metr, 600 metrgacha. Masalani qoldirib qo'yaman, bemalol operatorga telefon qilsanglar, to'g'riroq yanada ma'lumot beradi. Mana boshlig'imiz bizni guruhda ketayotgan, o'zimiz guruhda ketayotgan insonlarimiz bo'ladi. Qator intervyusini olamiz. Assalomu alaykum, boshlig'i. Kayfiyatlar qanday? Qiyinchilik yo'qmi? Yo'q, qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik qayerdan so'zasiz? Buxorodan. Buxorodan, ya'ni joyingizni band qilib Toshkentga uchib ketyapsiz. Kelishda yoki to'lovda yoki qanaqadir dokumentga muammo bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgan yo'q. Hammasi yaxshi. Bitta yana pasport tashlab berdingiz. Pasportingizni tashladingiz, joyingiz bron bo'ldi, bugun keldingiz, shu yerda uchib ketyapsiz. Buxoroda reys yo'q, lekin Toshkentda uchsa ham bo'ladi ekan. Tavsiya qilasizmi? Kayfiyatlar yaxshi, qiyinchilik bo'lmadi. Kelish yuzda joy registratsiya o'tkazishdi. To'lovda aeroportda qildingiz-a? Bu insonni men tanimayman. Shu insonni hozir Tramboy boshlig'imdan ozgina rahmat boshlig'i, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Boshlig'i ozgina joylab bilasizlar, inshaalloh mana safarga otlandinglar. Sizlar mahalladosh yoki sinfdosh, o'rtoq? Bizlar mahalladosh, bitta mahallada turamiz. Sulton akam, Subhon akam, Doğrusu bitta guruhdamiz. Boshlig'larni ham ko'proq chiqarib turaman. Mahalladoshlarga salomlar bo'lsa, mana duolar qilib kelishlik yaxshi niyat bilan yo'lga chiqdik. Qiyinchilik bo'lmadimi sizda ham? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. To'lovda, dokumentda. Yo'q, hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Telefon orqali muloqot qildik, gaplashdik. Telefon orqali biletga SMS bilan nimalarni yubordik, pasport danlarini yubordik. Shu bilan hamma ishlarimiz hal bo'ldi. Toshkentga keldingiz, registratsiya o'tdingiz, to'lovni qilib ketyapsiz. To'lovni qildik, ketyapmiz. Endi bu yog'ini ham endi biz sizlarga chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Albatta, aloqaga chiqaverasizlar, Turkiya qiziqgan bo'lsa, boshlig'imdan ozgina intervyu olamiz. Assalomu alaykum boshlig'i, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Birinchi navbatda ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat o'g'lim. Chiroyli ibodatlar qilib kelaylik birgalikda. Rahmat o'g'lim. Joylar bilasizlar, mana mahalladoshlar, Hoshto'g'am o'zi juda ham ko'p marta borgan ekan. Bu xudo xolasa 4-si, ozgina suhbatlashdik, menga aytdi 4-si dedi. Katta qozilarga ham borganman dedi. Inshaalloh mana bundan ko'piga loyiqsiz siz. Rahmat. Inshaalloh. Rahmat. Sizda ham qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Allohning qo'llab-quvvatlashi bilan, mana firmadagi yigitlarni bir xizmatlari bilan hammasi o'z o'rnida hozir yaxshi chiroyli kutib olishdi. Qiyinchilik yo'q. Umid qilamizki, qolgan hammasi ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bundan buyog'iga biz sizlarga chiroyli sharoit qilib beramiz, xudo xolasa. Rahmat o'g'lim. Barchalaringizga Sizlar duoda bo'lsanglar bo'ldi. Rahmatlar aytamiz. To'g'ri, hozir Madinaga boramiz, ziyoratimizni boshlaymiz. U yerda 2 mahalla o'zbek milliy taomi, Inshaalloh. Makka Mukarramada Inshaalloh. mahaldan bo'ladi. 50 boshimiz. Mana 50 boshim yo'q bo'ladi. Birinchi marta mana bugun birgalikda ketamiz. Do'stlar, bemalol operatorga telefon qilsanglar, to'g'riroq yanada ma'lumot beradi. Pasportni qoldirib qo'yganman. Joyingizni band qilish uchun telefon qilsanglar, batafsil yanada ma'lumot olasiz. Pasport tashlab bersangiz, joyingiz band bo'laveradi.